Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida yangi Ashxobodskida 9 oxirida maktabning yonida yo'la dim yaqin yerda 160 kvadratli bir qavatli hovli joy sotuvga qo'yiladi. Birgalikda ko'rib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. 100% под ключ giraverishning dalan katta. Umumiliklarimiz qo'yilgan. Pollarimiz laklanib turibdi, eshiklar, oynalari qo'yilgan, registrlarga ega, kotyolam shera joylashgan yurtdoshlar. Patologlar ishini chiroyli bo'lib ishlangan. Bir zal, 2 spalni tushgan, 30 tushgan, bir dalan, bu yon tarafimizda kuxnya, sanuzel. Birimiz zal. Yo'l dim yaqin. Yan tarafımız spalni. %100 aboydan çıkan. Bir yanımız sanuzeli. Kafilden çıkan. Varistolla koyulgan. Umalik vanna unitazlar bay yurtdoshlar. Birimiz aşxonasi. Kuxnya mebellarimiz qo'yilgan, fartuq qilingan, gaz plitamiz tishkalar bilan qo'yilgan yurtdoshlar. Bu yoqimiz yana bir spalnisi. Yana 30 joy so'rab birdingizlar. Bu yerimiz 30. Uzunasına bir 5 metr, muningda bir 6 metr chiqadi. Bahosini keladigan bo'lsak 550 million so'm yurtdoshlar, ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaymiz, omad.